Termiz shahrida jamoat transportini rivojlantirish maqsadida Xitoyning Zhongtong Bus kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan yana 15 ta zamonaviy avtobus olib kelindi. Avtobuslarni qabul qilish jarayonida ishtirok etgan Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov aholi ehtiyoji yuqori bo'lgan yo'nalishlarda harakatlanadigan mazkur avtobuslarning texnik va xizmat ko'rsatish imkoniyatlari bilan tanishdi. Brutto tizimi asosida xizmat ko'rsatadigan ushbu avtobuslar Best Logistic Trans Termiz mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan olib kelingan bo'lib, shahardagi asosiy yo'nalishlardan biriga yo'naltiriladi. Loyiha doirasida 35 ta yangi ish o'rni yaratildi. Viloyat rahbari o'rganish ishlarini Termiz tumanida davom ettirib, Eldor Shomurodov nomidagi futbol akademiyasi faoliyati bilan tanishdi. Akademiyada yosh futbolchilar uchun yaratilgan sharoitlar ko'zdan kechirilib, hududda amalga oshirilayotgan qurilish loyihalarini jadallashtirish yuzasidan tegishli vazifalar belgilandi. Shu yerning o'zida viloyatdagi yirik tadbirkorlik subyektlari faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolar muhokama qilinib, ularni bartaraf etish yuzasidan mas'ullarga aniq muddatlar belgilangan holda topshiriqlar berildi. Shuningdek, Surxondaryo daryosining tuman hududidan o'tuvchi qismida qirg'oqni mustahkamlash, ko'p qavatli uy-joylar, xizmat ko'rsatish, savdo va ko'ngilochar majmualarni barpo etish loyihasi hamda avvalgi o'rganishlar davomida berilgan topshiriqlar ijrosi ko'rib chiqildi. Shundan so'ng Termiz shahrining Alpomish mahallasida ko'p qavatli uy-joylarda energiya samaradorligini oshirish rejalari taqdimot qilindi. Loyihaga muvofiq tanlab olingan 10 ta ko'p qavatli uyning tashqi qismi bazalt qoplamasi bilan yopilib, zamonaviy qiyofaga keltirildi. Shahardagi o'rganishlar davomida IT Park Surxondaryo filialida shahar va tumanlar hokimlarining raqamlashtirish va sun'iy intellekt bo'yicha maslahatchilari hamda rezidentlar tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalar taqdimoti o'tkazildi. Mas'ullarga istiqbolli ishlanmalarni qo'llab-quvvatlash va ularni amaliyotga keng joriy etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shuningdek, Shodlik mahallasida viloyat ma'muriy va iqtisodiy sudlari uchun qurilayotgan yangi binolar, Namuna mahallasida joylashgan Sulton Saodat majmuasini restavratsiya qilish loyihasi hamda Al-Hakim at-Termiziy qolaversa Sulton Saodat majmualarini o'zaro bog'lovchi avtomobil yo'lini qurish ishlari ko'zdan kechirildi. Viloyat rahbari Termiz tumanidagi Yangi O'zbekiston massivida favqulodda vaziyatlar bo'limi binosi, 16 qavatli turar joylar hamda Boqiy shahar majmuasi qurilishiga start berdi. Qurilish ta'mirlash ishlarini belgilangan talablar asosida sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish yuzasidan mutasaddilarga aniq vazifalar yuklatildi. Shu bilan birga Texnopark hududida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalarining ijrosi ham o'rganildi. O'rganishlar Angor tumanida davom ettirildi. Dastlab Navro'z mahallasida master reja asosida tashkil etilayotgan kunu tun ishlovchi turizm ko'chasi va boshqa infratuzilma obyektlarini barpo etish ishlari ko'rib chiqildi. Shuningdek, Navbahor mahallasida davlatimiz rahbarining 2026-yil 5-yanvardagi 1-sonli qarori asosida xavfsiz mahalla tamoyilini joriy etish doirasida amalga oshirilayotgan ishlar o'rganildi. Mas'ullarga qurilish va muhandislik kommunikatsiya ishlarini sifatli tashkil etish, aholi uchun zamonaviy va xavfsiz muhit yaratish yuzasidan tegishli topshiriqlar berildi. Ulug'bek Qosimov viloyat aholisini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlashga qaratilgan To'palang suv ombori suvidan foydalanish hisobiga Surxondaryo viloyati suv ta'minotini yaxshilash mega loyihasi doirasida Sherobod tumani aholisi uchun qurilayotgan 10 ming kub metr sig'imli suv saqlash inshooti qurilishi bilan tanishdi. Shu yerning o'zida mahalla aholisi bilan samimiy muloqot o'tkazildi. Nuroniylar hududda amalga oshirilayotgan islohotlar aholi farovonligiga xizmat qilayotganini ta'kidlab, bu borada amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar uchun prezidentimizga minnatdorlik bildirishdi. Shuningdek, prezident qaroriga muvofiq Sherobod tumanida tanlab olingan 940 gektar maydonda tashkil etilayotgan Surxon Agro erkin iqtisodiy zonasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'zdan kechirildi. Mas'ullar loyihani muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari bilan ta'minlash, qurilishi yakunlangan ma'muriy binolarni jihozlash hamda investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha bajarilayotgan ishlar haqida hisobot berishdi. Yakunda tumanning Mehrobod mahallasida avvalgi o'rganishlar davomida berilgan topshiriqlar ko'rib chiqildi. Xalqaro dastur doirasida yo'l, ichimlik suvi va elektr ta'minotini yaxshilash, shuningdek, mahalla yettiligi faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan mas'ullarning axboroti eshitildi. Kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar belgilab olindi. Kun yakunida qurilish sohasidagi dasturlar va belgilangan vazifalar ijrosi muhokama qilinib, soha va tarmoqlar hamda hududlar rahbarlarining hisoboti tinglandi.